inshaalloh Ramazon oyining oxirgi jumasini Ka'bada inshaalloh Hajar al-Asvad tosh to'g'risida o'qishni nasib qildi. Alloh dargohida qabul qilsin. Qalbimizdagi hamma ezgu maqsadlarimizni Alloh erishtirsin, xayrlisi yaxshisiga. Va kim mendan nima duo so'ragan bo'lsa, Alloh hammasiga yetsin. Hammanglarni duo qilaman. Allohga behisob beadad shukrlar bo'lsin. Kun lekin 36-37 gradus. Qalbida Allohning baytiga, Ka'baga, Madinaga muhabbati bor odamlarni Alloh tez kunda chaqirsin. Kelmoqchi bo'lganlarni ham tez kunda chaqirsin. Inshaalloh hammamizga yana shu joylarda qayta namoz o'qishlik, Qadr kechalarini kutishlik, juma namozini, hayit namozlarini o'qishlik nasib qilsin. Hammanglarni duo qilaman inshaalloh.